Kuni kecha Hindistondan keldim. Samolyotda kelishdi. Har doim borganimizda, qaytishimizda ko'ramiz, e'tibor beramiz. Juda ko'p bemorlarni ko'ramiz. Va kecha bir muhim odam bilan gaplashib, O'zbekistonga har haftada nechta gruz 200 kelishini so'rab aniqladim. Bir haftasiga o'rtacha 5 ta O'zbekistonga grup 200 kelar ekan. Bir haftasiga 5 ta Hindistondan kelar ekan. Endi o'ylang. Hindistonga borib operatsiya qildirgani borib yoki transplantatsiya qildirgani bor, boshqa borib, nechta odam boryapti, nechtasi qaytyapti. Bu aniq doказательствоsi bilan bo'layotgan gap. Gaplashib turib, menga shu отчетni bering desam, yo'q, men bera olmayman, to'g'ri tushunasiz deb официальный лицо bo'lgani uchun bera olmadi, lekin gaplashib turib yaqinroq edik. Bir haftasiga 5 ta gruz 200 jo'natamiz deb aytishyapti. Xudo xolasa niyat qilamiz va kutib qolamiz. Sog'liqni saqlash tizimidan va prezidentimiz bu narsaga juda ham qattiq e'tibor beryaptilar. O'zimizda transplantatsiyalarda, o'zimizda yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirish kerak.